Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun gimroyning sabablari va uningdan saqlanish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi gimroyningki paydo bo'lish jarayoni, ya'ni qandaq sabablardan gimroy paydo bo'ldi, biz uningdan qandaq saqlana olamiz degan jihatda ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqati leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Gimroy orqa taraf yo'li atrofidagi va cho'ng uchay ichidagi qon tomirlar besimga uchrab, qon tomir kengayvilish va qon aylanishining ravon bo'lmasligi sababidan paydo bo'ladigan kasallik bo'lib, agar u cho'ng uchayning ichida bo'lsa, ichki gimroy orqa taraf yo'lning atrofida bo'lsa, tashqi gimroy hisoblanadi. Gimroy qon aylanishining ravon bo'lmasligi sababidan paydo bo'lgan qon tomir ishiqi yoki qon tomir o'smisi bo'lib, odatda quramiga yetgan kishilarning yarimidan ortig'ida o'xshamagan darajada gimroy paydo bo'lishi mumkin. Gimroyning qandaq alomatlari bo'ladi degan vaqtida gimroy odatda tashqi gimroy, ichki gimroy va qon uyushib qilish xarakterlik gimroy deb 3 xil bo'ladigan bo'lib, ularning konkret kasallik alomatlari ozroq farqli bo'ladi. Umuman qilib aytgan vaqtida gimroyda tövendikidek kasallik alomatlari bo'ladi. Birinchisi orqa taraf yo'lining atrofi qichish. İkincisi orqa taraf yo'lining atrofi og'rish yoki beoromlik his qilish. Uchinchisi orqa taraf yo'lining atrofi ishib qilish. To'rtinchisi tarafda qon kelish yoki qon aralash cho'ng taraf kelish. Beshinchisi gimroy orqa taraf yo'lidan sirtqa sangilab chiqish, ya'ni ko'k qon tomiridan hosil bo'lgan xaltasimon o'sma cho'ng taraf yo'lining sirtiga sangilab chiqib qilish. Mana bular gimroyning alomatlari hisoblanadi. Undaqda gimroy qandaq sabablar tufaylidan paydo bo'ladi yoki qandaq omillar bizda gimroyni paydo qildi degan vaqtida orqa taraf yo'lidagi qon tomirlar besilish sababidan kengayib va yo'g'nab gimroy paydo bo'ladi. Tövendeki omillar qon tomirga besim paydo qilib, gimroyni paydo qilishi mumkin. Birinchisi kuchab cho'ng taraf qilish, hojatxonada uzoq o'tirish. Ikkinchisi tala mo'l yemakliklarni yetarlik iste'mol qilmaslik, suvni oz ichish, davomliq ich qetibilish, qavziyat kasaliga giribtor bo'lish. To'rtinchisi vaqtida cho'ng tarat qilmaslik, necha kunda bir qitim tarat qilish. Beshinchisi davomliq yoki qayta ich surilish. Oltinchisi homildor bo'lgan vaqtida qo'saqdagi bola qon tomirini besib olish. Yettinchisi davomliq ig'ir narsalarni ko'tarish. Mana bular gimroyni paydo qilishda muhim rol o'ynaydigan asosliq omillar yoki sabablar. Gimroyning qandaq oldini olg'ili bo'ladi? Ya'ni qandaq qilgan vaqtda biz gimroyga giribtor bo'lishdan saqlana olamiz degan vaqtida birinchisi meva-cheva va ko'ktat qatorliq tarkibida tala, mo'l yemakliklarni ko'proq iste'mol qilish. Ikkinchisi suvsizlikni yetarlik ichish, badanning suvsizlanib qilishdan saqlanish. Uchinchisi vaqtida cho'ng tarat qilishga odatlanish, cho'ng taratni keyniga surmaslik. Kam deganda bir kunda bir qitim cho'ng tarat qilish. To'rtinchisi qavziyat kasali bo'lsa, vaqtida davolash, vaqtida bir taraf qilish. Beshinchisi kuchab cho'ng tarat qilishdan yoki hojatxonada uzun o'ltirishdan saqlanish. Oltinchisi badan chiniqishga ahamiyat berish, uzun o'ltirishdan saqlanish, ya'ni uchayning
harakatining ravon bo'lishiga kapolat qilish. 7-si ig'ir narsalarni ko'tarishdan saqlanish. Mushularga diqqat qilish orqali biz gemroyning oldini ola olishimiz yoki gemroyga giribtor bo'lishdan saqlana olishimiz mumkin. Gemroy kasaliga giribtor bo'lgan vaqtida uni qandoq bir taraf qilish kerak degan vaqtida birinchisi turmush odatini o'zgartirish, gemroy paydo bo'ladigan omillardan saqlanish. Ya'ni biz bu turmush odatimizni o'zgartmagan vaqtida gemroyni saqaytib davolagandan keyin yana qayta gemroy qo'zg'alishi mumkin. Shunlashqa bu turmush odatini, ya'ni bo'libmi bak gemroy paydo qilgan omillardan saqlanish nayte muhim. İkincisi, orqa taraf yo'lini issiq suv bilan yuvib turish, issiq o'tkazish va qon aylanishini yaxshilash. Uchinchisi, qavziyatni davolash, cho'ng tarafni ravon qiladigan dorilarni ishlatish. To'rtinchisi, kengayib olgan qon tomiri yoki sirtqa sangilab chiqib olgan gemroyni yip bilan bo'g'ib o'tish yoki uni kesib ilib o'tish. Beshinchisi, kengayib olgan qon tomiri ichiga ukul urib uni taraytish. Oltinchisi, operatsiya qilib kengayib olgan qon tomiri yoki gemroyni kesib ilib o'tish. Mana bular odatda gemroyni bir taraf qilishningki oddiy usullari. Bugungi gemroy to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishada og'irlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.